yetib keldik. Ertaga o'yinga to'liq tayyorlikda. Ertaga yaxshi o'yin ko'rsatib, muxlislarni xursand qilishga harakat qilamiz. O'yinga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rib, mensimaslik bo'lish mumkin emas. Shunaqa bo'lsa, qiyinchilik bo'ladi. Endi bu final, bitta o'yin hamma narsa bo'lishi mumkin. Chempionatga qaytishga harakat qilamiz. Ertaga g'alaba qozonib, biz qadam oldinga qo'ygan maqsadga g'alaba qozonish, chempionatda ham oxirgi o'yin ko'rishamiz. Ertaga xohlasa g'alaba qozonib, bizdan shart qilib, chempionatga